Yo, salom do'stlar. Bugungi videomizda menda umuman pul yo'q. Sababi men kecha ko'p pullarni sotib va men bo'lmachiga aylanib qoldim. Bugungi videoda shuni to'g'rilashimiz kerak. Men endi 6 non bilan qolib ketdim. Mana do'stlar, mana burilayotgan uyim. Hech nima yo'q. Mening mashinam bor. Bu mashinani nima qilaman desanglar, yangi ish topganman. Nima qilabsan? Non sotasanmi? Hozircha menga non kerak emas. Men mashinamni ko'rdim. Bu yerga borishim kerak. Mol o'tibdimi? Qol men mashinamdan. Garchi molni olgandan keyin videoni boshlayman. Mana shuki do'stlar, mol yo'q. Men asli mashinamni haydab ketaveraman. Do'stlar, qaranglar. Men nima qilishimni aytib bersam, do'stlar, buni to'g'rilash kerak. Mayli. Hop, ochil. Assalomu alaykum do'st. Og'a, salom. Nima qilmoqchisan? Kechagi ishmi? Ha, kechagi ish haqida. Qanaqa bo'ladi? Mana bu sandiqni. Oldi. Ichini ochishga harakatlanib qolmoq. Hopmi? Mayli. Men ochmayman albatta. Olib borib beraman. Do'stlar, u juda uzoqda. Shuning uchun ko'p yo'l yurishimiz kerak. Qoch yo'ldan. Anuma. Bu tarafdan ketaveraman. Do'stlar, oldingi kanalim sotilib ketdi. Shuning uchun men yangi videoni bu yerda chiqaryapman. Hop, mana do'stlar, salom. Salom, kechagi narsani olib keldingmi? Da, men olib keldim. Bu yerga qo'yaymi? Ha, Mana qo'yapman. Qiziq nima bor ekan? Bu yerdagi 10 izumrudni oldim. olaver, seniki bu. Unda men ketdim. Albatta do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hoy, sen kimsan? Yo'qol bitdan ahmoq. Nima qilibsan? O'g'rimisan? Yo'qol. Hali ko'rasizman. Do'stlar, nima deyapti bu? Ana, Ertaga ko'rasan, albatta men seni o'ldiraman. yo do'stlar, menga aytyaptiki, ertaga olasan deyapti. To'xtanglar. Jinni bo'lgan shekilli. Stop. Siz hali ham mening kanalimga obuna bo'lmagansizmi? Hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Yangi videolar chiqishi uchun va videoga like bosing. Bizlar videoga qaytamiz. Xo'p, mana do'stlar, izumrudlarni olib borib berish kerak. Qani ketdik. Qoch yo'ldan.
Xo'p do'stlar, birinchi oyligimizni olib olamiz. Kunlik ya'ni. Shuning uchun boramiz. Salom, men boyagi korobkalarni olib borib berdim. Endi menga oylik berasizmi? Yo'q, ma puling. Vau, bu nima? 40 ta izumrudmi? Ha. Menga tezda 5 tasini berishing kerak. Avaylab berdingiz. Mana berdim. Ketdim. Ket. Yo do'stlar, men juda ko'p izumrud topdim bugungi videoda. To'xtanglar, chiqmanglar. Video hali davom etmoqda. Mana endi 35 ta izumrud bor. Men uyga kelib oldim. Bu mana do'stlar, mana do'stlar, men juda ko'p pul topdim. Qani men mana menda juda ko'p pullar bor. 35 ta izumrud. Ko'raylikchi. Ketdik. Bir nima olishim kerakman. Nima sotasan? Non? Yo'q, non kerak emas menga. Oh, no man. To'xta. Sen nima sotasan o'zi? Mashina deydimi? Yo'q, men mashina olib qo'ydim. Bu qanaqa mashina ekan? Ko'rish kerak. Shuncha pulim ketdi. Mayli. Ko'raylikchi. Bu mashinamni olib turaman. Bu mashinani olib turaman-da. Bu narsani qo'yib ko'raman. Yo'q do'stlar, katta mashina olibman. Menga nimaga kerak? Buni minib ko'raylikchi. To'xtanglar. Buni to'g'rilab olamiz. Bo'ldi. Yo. Ketdik, minamiz. Yo do'stlar, buni qaranglar. Juda zo'r mashina-yu, lekin menga kerak emas deb o'ylayman, sababi o'zimni mashinam yaxshiroq. Endi sotib olib bo'ldim, endi sotishim kerak. Mana buni boyakaga olib borib bersammikan? Mayli, sotib ko'raman. Hoy, nima sotasan sen? Yo, men sotib olmaysizlarmi? Ikkalaylar mashina sotashganlar. Yo'q. Mashina olib ketdi, mayli. Salom, boyaka. Men keldim. Nimaga kelding? Ayt-chi. Buni sotmoqchiman sizga. Olasizmi? Buni. Bu mashinani men olmoqchiman. Olavering. Bu yetadimi? Yetmasa ayt, ertaga beraman. Do'stlar, zo'r bo'ldi. Men sotdim. Lekin bitta izumrud kamga. Lekin ertaga beraman deyapti. Demak, berishim mumkin. Nima qilyapti bu? To'xtanglar. Uyimda nima qilyapti? Hoy, Jidel, nima qilyapsan? Ay, nima qilyapsan? Aytib beraman onamga.
Nima deyapti bu mening uyimga kelib olib? Do'stlar, men endi nima qilsam ekan? To'g'ri bu bilan nima sotadi? Lampochka olsammikin yoki boshqa narsa? To'xtanglar. Albatta bu. Hoy, kim bor? Kim bor? Hech kim yo'qmi deyman. Hoy bolalar, nima sotasizlar? Men senga hech nima sotmayman. Men ketdim. Non sotarkan. Yo. Hoy, Hoy, nima qilyapsan? O'rniga qo'y. hop, mayli. Jaqlon chiqishini qaranglar buni. Hoy, non sotasanmi? Men non sotaman. Olasanmi? Yo'q, menda bor. Men uyga bora qolay. Tuk, 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 tuk. Nima deyapti bu? Normal. Do'stlar, men endi nima qilishim mumkin? Bilmadim, lekin hoy, nima qilyapsizlar? Endi men dam olmoqchiman, lekin sen Nima qildi? do'stlar, men sizlar bilan xayrlashaman. Sababi men shuncha ko'p pul topdim va ertaga boyga yana pul beradi. 64 ta izmurod bo'ladi menda. Keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang va oldingi videolarimni ko'ring. Xayr do'stlar, ko'rishguncha.